Ойлашның қалпығыны тәтүр киевағанлар. Авторы Кассини. Чатмы мылайызлар. Мылайыза бірінші. Ойлашның алты қалпығы ғәріп дүниясыда интайын умумлашқан бір xil тәпәккүр формуласы болып, мәсіліні оқшымыған нұқтыладың чықыш қылып, чоңқұр тәпәккүр қылыштың ибареттір. Бұл xil тәпәккүрді ойлашқа və həll qilishqa tegishlik məsələgə hissiyat, hayacan və ərziməz ғurur degənge oxşaş yantaqlar arlaşmıgan. Pəqətla əqli idrak hakim bolğan boludu. Oylaşның altı qalpığı namlıq bu kitabni Uyğurçılaştırğan Uyğur alimi Erkin Sıdıq əpəndi bu kitab haqqıda toxtalğanda Ойлашның алты қалпығының тәпәккүрні контрол қылыш və яқшы башқұрышта мұйым рол ойнайды дейді. Әмма, bu yıl кіргенден бұян тәпәккүрні яқшы контрол қылмай. Ağzıға неме кәлсә, шуны сөзләп, Uyğurlarның növbətdə duş kelivatqan әң иғыр zulumlarının biri bolğan Xitaydıki jaza lagerlarini taqtish мәсілісini dünya cemaatigi bildirish və dünya siyasi səhnəsidə Uyğur мәсілісini kun tərtibga elib kelishdə cemaat fikri yönelişini tətürgə buravatqan Ойлашның qalpığını tətür kiyivalğan Uyğurlarni köp uçuratdım. İlgiri vətəndə Burut Macrası namlıq bir hikayenin mavzusunu körüpla oqumğan idim. Burutның mı macrası bulamdı? Əxməqlər, dəb ғodunşıған idim içimdə. Əmdi, çət əldə, erkin dünyada turub, vətənnin ismi macrasıға şahid bolup turubdu mən. Uyğurlarning ijtimoiy taratqunlarda avj elivatqan bu ism majrasini G'arbning tarbiyasida cho'ng bo'lgan o'g'limga aytmaslikni qaror qildik. Chunki o'g'lim hozir Xinjiang yoki Sharq Turkiston deb o'ltirmay, Xitoydagi jazo lagerlarini pash qilish va taqatqizish mustaqillikdanmi oldingi o'rinda turadigan millatning hayot mamati va mavjudiyatiga munosabatlik cho'ng ish. Agar jazo lageri dunyoga yetarlik darajada bildirilmaganda, Xitoy ayni chog'da Qashqar Yavaq turmasiga o't qo'yib atgandek bir ahvolni cho'qim sodir qilishi mumkin. Uyg'urlar mushunchilik haqiqatnimi tushunmay jidal qilvatamdu deb bizni masxir qilishi turgan gap. Uning sizmi o'g'lim Uyg'urlar nimandaq döt deb qo'yatdi ba'zi chaqlarda. Biz bo'lsak Uyg'urlarni oqlash bilan avara edik. Chunki o'g'limning kallasida Uyg'urlar haqida salbiy narsalar mavjud bo'lib qolganda, Uyg'urlardan bezor bo'lishi bu oqibatda o'g'limni boshqa millat qizlari bilan nikohlanishga boshlab berishi mumkin edi. Shunga oramizdagi bu ism majrasi satchiligini xuddi turkcha Jujuqlar duymasin filmiga o'xshash farzandlarimizga bildirmay o'tib ketganimiz yaxshi. Bu yerda shuni keskin ta'kidlash kerakki, vatanning ismini mayli Xinjiang deb alayli va yoki Sharq Turkiston deb alayli, bu ibora hech qachon vatanning mustaqil bo'lishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Balki vatanning ismi kelajakda Sharq Turkiston emas, Uyg'uriston bo'lib qolishi mumkin. Amerikadagi Aqsaroyning to'r betiga dunyodagi nurg'unlagan millatlar o'zlari duch kelayotgan ig'ir masalalar haqida murojaatlar chiqirdi. Bu shu konkret masalaga qarta jamoat fikri to'plashdan iborat bo'lib, har turlik murojaatlarga dunyoning
qayerda yuz beriyotganligiga oid bir adres berish talab qilinadi. Uyg'ur xalqining suyimlik do'sti Jak Apandimi 1 million Uyg'urning jazo lagerida ekanligiga oid kuchlik bir jamoat fikri to'plash maqsadida bu murojaatnomani boshlatdi. Albatta, bu murojaatning adresi Şinjan. O'ylashning qalpig'ini ta'tir kiyvagan qarindoshlarimizga shuni aniq bildirish kerakki, bu murojaatnoma Uyg'urlarning mustaqilligini qo'lga keltirishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Faqatla jazo lagerlarining hali ham Xitoyda mavjud ekanligini dunyo xalqiga bildirib, Xitoyni jazo lagerlarini taqatqizishga qistashda muhim rol o'ynashi mumkin. Buning aniq adresi xiyolimizdagi Sharq Turkiston emas, biz hozir ko'zimiz bilan ko'rayotgan, qo'limiz bilan xaritani ko'z tutayotgan, zulm ichidagi ingrayotganlarning ovozini quloqimiz bilan anglayotgan Şinjangda yuz beryotidi. Milliy sezgurlikning gul tojisiman davatgan ba'zi kishilar masalalarga bir ko'zi bilan qarab, murojaatnomalar vatanning mustaqillik to'xtamnomasiga o'xshaydi. Agar bu murojaatga Şinjang degan ism aralashib qolgan holatda imzo etilsa, amerikalik strategiyachilar Uyg'ur strategiyasini belgilaganda bular Şinjang deydigan avtonomiyachilar deb qarab, shu bo'yicha to'xtam tuzilib ketidi degan kulkilik andishasini jinining bericha vaqirab Uyg'urlar orasiga ixtilof silish mijoz xarakterini davomlashtiryotidi. Amerikaliklarda bir hikmatlik so'z bor. Eng kuchlik qovgan ishni kuchuk deb ataymiz deydigan. Bundaq kishilar, bundaq oddiy tafakkurlari bilan o'zining o'ylashning qalpig'ini ta'tir kiyolganligini isbotlab beryotidi. Shuni aniq bilishimiz kerakki, mayli Amerika Oqsaroyning to'r betiga bo'lsin, mayli o'zgarish to'r betida bo'lsin, har kuni yangi murojaatnomalar chiqib turadi. Masalan, Mash'al Uyg'ur guruhi bu yil chiqargan 11 murojaatning hammasi degudak Donald Trump qatorliq siyosatchilarning to'r adresiga bordi. Ba'zilari hatto dunyodagi dangliq siyosatchilar va mashhur shaxslarni o'z ichiga olgan 40 ga yaqin kishiga bordi. Ammo Amerika strategiya belgilaganda hargizmi murojaatnomalarga qarab strategiya belgilamaydi. Murojaatnomalar hargizmi vatanni setibitadigan to'xtam xiti emas. Uyg'ur do'sti Jakning murojaatnomasiga ulapla o'xshash murojaatning 2 yoki 3 yerini o'zgartib, g'urur va vijdon tonini kiyilib, Oqsaroy to'rbetida lapangshib yurish to'limi nodonlik va to'limi kulkilik bir ish. Bundaq millatchi qalpig'i kiyib olgan yantoqlar dunyoning Uyg'ur masalasiga markazlashayotgan hissdoshlik qilish sadosini tamtirtib qo'yishi mumkin. Uyg'urlar orasida bo'lsa, hech narsaga arzimaydigan quruq ism majrosi paydo qilib, Uyg'urlarning diqqatini chachadigan, qirqibdi desa, taxlabdi deb datalash qilib, oxirida har ikkisi daryoga tushib ketadigan ahvolni sodir qilishi mumkin. Uyg'urlar tashqi ko'rinishga bakrak ahamiyat beradigan millat. Amerikalik Uyg'ur muzika tadqiqotchisi Ellis Anderson, ya'ni Uyg'urcha ismi Nazokat, Urumchida o'qish va Uyg'urlarning turmushi, shundaqla naqshi muzika va muqomlarni tadqiq qilish jarayonida Uyg'urlar haqida bir maqola e'lon qildi. U maqolasida Uyg'urlarning mohiyatga emas,
balki tashqi ko'rinishga bakrak ahamiyat beradigan bir millat ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Shundoq, Nazokat xonim to'g'ri tahlil qildi. Uyg'urlar mohiyatga emas, balki tashqi ko'rinishga ahamiyat beradigan millat. Bugun bo'layotgan ism majrosimi dal mohiyatga emas, balki tashqi ko'rinishga ahamiyat berishdan kelib chiqqan partlash xolos. Uyg'urlardagi ism majrosining eng yuqori pallasiga chiqqaniga biror yil bo'lib qolay dedi. Bu yil, ya'ni 2018-yili kirishi bilan Mash'al Uyg'ur gruppasidagi ziyolilar Sharq Turkistondagi Uyg'urlar duch kelayotgan eng ig'ir dafsandichiliklarni dunyo jamoatchiligi va dunyo liderlariga bildirish maqsadida o'zgarish, ya'ni change to'rida dunyo jamoatchiligiga xitob qilgan. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan inson qilipidan chiqqan harakatlarni to'xtating degan tema ostida tunji murojaatnomasini e'lon qilish bilan tang Uyg'urlar orasidagi ism majrosi xuddi 2016-yili Kanadaning Fort McMurray shahriga ketgan o't opitidak o'chirgili bo'lmaydigan holatga keldi. Mash'al Uyg'ur gruppasidagi ziyolilarga qartilgan diqqat qilayli, yo'nalishni boshqa yoqqa buryapti degan ogohlantirishlar, xoinlar, avtonomiyachilar, vatanga ihanat qilg'uchilar degan dumbalashlar yuqori pallaga ko'tarildi. Xuddi madaniyat zo'r inqilobi qayta boshlangandek. Ammo Turkiyadagi Turk O'choqlar tashkilotining yaqindan qo'llashi, chet ellik do'stlarning imzo qo'yishi bilan bu murojaatga imzo qo'yganlarning soni 15 mingga yetdi. Xuddi tarixda Yevropaliklar farishta, ayolmi, erkakmi degan majroni qilayotganda, turklarning Yevropaning bosog'isiga kelib qolganligiga o'xshash Uyg'urlarmi Xinjiang debdi, indigenous people debdi degan majroni qilayotganda, Uyg'urlarga yestashlik qilg'uchi insonparvar kishilar allaqachon imzoni 14 mingdan oshirib 15 mingga yetkazay deb qolgan edi. Demak, 15 ming kishi Uyg'urlar duch kelgan zulmni angladi va shohidlik berdi degan gap. Uning ustiga bu murojaatnoma Uyg'urcha, inglizcha, fransuzcha, yaponcha, xitoycha, ruscha, germancha, arabcha qatorliq dunyodagi eng cho'ng 10 xil tilga tarjim qilingan bo'lib, buning uchun nihoyatda zo'r aqliy tafakkur va vaqt ketadi. Ammo bu ichki mohiyatni o'ylaydigan Uyg'urlarga qaraganda tashqi ko'rinish, ya'ni saxta milliy sezgirlik tonida terlanadigan kishilarmi xeyli ko'p salmoqni egallaydi. Tunji bo'lib Xitoydagi jazo lagerlarida 1 million Uyg'urning borligini tilga olgan, matbuotlarga ma'lumot bergan va Change Origin'da murojaatnoma e'lon qilganlar ya'ni Mash'al Uyg'ur gruppasi bo'ldi. Bu ularning ikkinchi murojaati edi. Gerçi ular bu qitim Sharq Turkiston degan ismni qo'llangan bo'lsa-mu, yanala dumbalashdan qutulolmadi. Ammo bu murojaatnoma 9 xil tilda 37 mingga yaqin kishining imzosi bilan Change Origin'da Uyg'ur degan nomni namoyon qilib turmoqda. Natijada Mash'al Uyg'ur gruppasi bu yil kirgandan buyon Uyg'urlar duch kelayotgan zulmlar haqida sohalar bo'yicha 11 murojaat e'lon qildi. Ism majrosi qilish bilan o'zini millatchi hisoblaydigan, o'ylashning qalpig'ini ta'tir kiyib olgan ba'zi Uyg'urlarning bu murojaatlarning ichki mohiyati, unumi
və aqli sərfiyat haqqında o'ylashi və tafakkur qilishi texicha başlanğıç holatda turmoqda. O'ylab qoldim. Nadan və bilimsizlik shu kishi uchunmi nurg'unlagan ziyonlarni elib kelgandan boshqa millatning oldiga qarab ilgirlishi bir liderga agishishgimi ig'ir ziyonlarni elib keladi ekan. Chunki hamma odam o'ylashning qalpig'ini o'ng kiyib tafakkur qilsa, ular bu qalpoqni ta'tir kiyilib xop soladi ekan. Uyg'urlar hech narsaga arzimaydigan, g'urur va vijdon da'vosi qilib yashaydigan millat. Uyg'ur erlarining boshqa millat erlariga qaraganda hech narsaga arzimaydigan, quruq g'ururchilik qilib yashaydigan, xarakteri tarixdan qolib qolgan, urf odatga aylanib qolgan bir xil xarakter bo'lsa kerak. Masalan, Uyg'ur erlari yangi tug'ilgan bovuqini ko'tirib, ayolini yeniga elib bozorlarga chiqolmaydi va yoki ota-onasining uyiga borolmaydi. Agar unda qiladigan bo'lsa, mahallada g'ayvat, shikoyat yig'ib ketadi. Bovuqini ayoli ko'tarmay, o'zi ko'tiryapti degan kus-kus paranglar tarqilib, bu kishi birdamning ichida bo'shang, g'urursiz erkakka, turkcha aytganda light erkakka aylanib qoladi. Uyg'ur erlari xonimini ota-onasi oldida, jamoat so'rinlarida hayotim, suyumligim, bittanam, gulim deganga o'xshash ayollarga ilhom, xo'shallik va rag'batlantirish beradigan so'zlarni ishlatalmaydi. Tug'ilgan kunlarda chochlarini qayirib turib, bo'yniga medalyon esib qo'ydigan ishlarni qilolmaydi va intayin xuduksiraydi. Bundaq bir harakatda bo'lgan kishi o'zini jinoyatchidek his qiladi. Kishilar uni masxir qiladi. Bundaq hech nimaga arzimaydigan g'urur va vijdon sababidan Uyg'ur ayollari sevgi muhabbatga oid go'zallikka to'lgan mehr muhabbatlardan och holatda yashaydi va buningga ko'nib qoladi. Agar erlar bundaq go'zallikka va cho'nqur mehr muhabbatga to'lgan hayotni ayollarga yashatsa, dunyo o'rilib tushamdi. Bu qandaq bir yomon oqibat elib keladi. O'ylashning qalpig'ini Uyg'ur turmushidami ta'tir kiyolganligimiz uchun bu go'zallikning ayollarning ro'yi dunyosida unutilg'isiz bir ma'naviy kuch ato qiladiganligini unutib qolamiz. Bundaq o'rinsiz g'ururchilikni biz siyosiy taqdirimizga munosabatlik ishlarg'imi so'rab kiramiz. Xalqaro sahnalarda ba'zida o'zimizni Şinjan deb anglitishga majbur bo'lib qolamiz. Bundaq chaqda Sharqi Turkiston degan ismning g'ururchiligini qilamiz va Şinjan deguchilarni avtonomiyachi, xoin, vijdonsiz, g'urursiz, g'olliq ideyasi kuchliklar deb ayblaymiz. Bundaq kishilarning nazarida Şinjan deb turib, Uyg'ur millati duch kelgan zulmlarni va jazo lagerlarini dunyoga anglatgandan Sharqi Turkiston degan bu simvolni qo'ynimizga selib jim yotgan ming afzalmish. Nima degan kulkilik a? Ayollar bir tashtak gulga o'xshaydi. Agar quruq g'ururchilik qilib bu tashtakka suv quymasangiz, o'g'itlamasınız, bu gül ölüp qoladi. Agar vaqti-vaqtida yetarli suv quyib, o'g'itlab turgan vaqtingizda bu gül po'raklab ichilib turdi. Bütün dunyoga go'zallik beg'ishlayotgan barliq gullar suv quyish
və o'g'itlaşning mahsuli. Sharqi Turkistonning mustaqilligi bir tashtak gulga o'xshaydi. Agar siz uni "Voy, bu su Şinjan markalik sukan, Sharqi Turkiston markalik suni qo'yimiz. Voy, bu o'g'it Şinjan markalik o'g'itkan. O'g'itlashqa bo'lmaydi. Sharqi Turkiston markalik o'g'itni topqanda o'g'itlaymiz. Voy, bu gulning o't cho'plarini Şinjan deydiganlar o'tsa, g'ururimizga ta'sir yetadi. Shunga buni cho'qim Sharqi Turkiston deguchilar o'tish kerak. Buning uchun bir süzgüch tepib kelib, hamma odamni tekshirib, süzgüchdan o'tkazishimiz kerak deb turib olsak, bu gulni o'ltirib qo'yamiz. Davomi bor.